tipiga mavjud bo'lish va hayot kechirishni nazarda tutadi. Agar kasalliklar haqida gapiradigan bo'lsak, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar, bir hujayrali va ko'p hujayrali organizmlar keltirib chiqaradigan barcha kasalliklarni parazitoz deb atash mumkin. Xo'sh, parazitlar haqida gapirganda nimani nazarda tutamiz? Tibbiy amaliyotda va oddiy kundalik hayotda parazitlar inson tanasida turli xil qurtlar va bir hujayralilarning mavjudligini anglatadi. Ularga quyidagilar kiradi. Safro yo'llarida ko'payadigan lamblalar ko'pincha bolalar va kattalarga ta'sir qiladi. Amyobalar yo'g'on ichakda parazitlik qiladi va ba'zida jigarda yiring hosil bo'lishiga olib keladi. Ma'lum bir turdagi chivin chaqishi bilan yuqadigan malariya plazmodiyasi, teriga, ba'zan esa ichki organlarga joylashadigan leshmaniyalar. Bir hujayrali parazitlarning boshqa turlari ham mavjud, ammo ular juda kam tarqalgan. Parazitlar haqida gapirganda asosan gijjalar nazarda tutiladi. Gijjalar orasida eng keng tarqalganlar esa quyidagilar hisoblanadi. Odam ichagida yashovchi askaridalar, hayvonlar askaridasi, taksokarlar. Shuningdek, odamlarda ham kasallik keltirib chiqaradi. Ular ko'z va ichki a'zolarga kiradigan lichinkalar shaklida parazitlik qiladi. Yuqori isitma va intoksikatsiya bilan kasallik keltirib chiqaradigan trixinella. Apistarxislar. Ushbu parazitlar organizmga xom baliq bilan kirib keladi va jigarga ta'sir qiladi. Ichakda yashaydigan va to'g'ri ichak orqali chiqib ketayotganida qattiq qichishish chaqiradigan astritsalar. Parazit kistalar hosil qiluvchi exinokoklar. Umuman olganda parazit qurtlarning 280 ga yaqin turi mavjud. Organizmda parazitlar mavjudligining alomatlari qanday?